Aylar! Biratishga uyalmaysanmi birovlarni islomga qilgan? Sizlar uyalmaysizmi? Xotiningiz bo'lib turib, begona qiz bilan cheki-cheki qilib yurgani, ha? Ya baliq tutgani kelganmiz biz. Mana baliq tutgani kelgandim, kakras oltin baliq tutdim-ku. Endi nima qilamiz, Sobir aka? Qo'rqma. Tila-tilagayni. Mana qara, bugundan hech kimga qarzga narsa berma. Ocham kelsa ham nasiyaga savdo yo'q. Xo'p, dadasi. Sobir aka, ikkita kalbasangizdan ikkita chipsdan oldim-da, o'zini qo'rasan. Ha, bo'ldi, bemalol Jasurjon. Tushunmadim, hozir otam kelsa ham qarz bermadi deysiz-ku. Bechora qiynalib qopti. Rahmim keldi-da. Turishdan hech bechoraga o'xshamaydi bu. Sen bilmaysan-da, yomon bechora-da u. Ishga chips-mipslar bo'lsa zo'r ketardi boru. Bo'ldi, oziz qilamiz ukam. Qattan? Ha, bizni tilla baliqcha bor, hozir ko'rasan. Bizga boshqa xizmat yo'qmi, Jasurbek? Asli baliqchi olmabsiz-ku. Shunisi esdan chiqibdi-da. Mayli, siringiz ham chiqarganda unda. Bo'ldi, hozir es qilamiz. Hozir. Tez olib kel. Sobir aka, nashsat yangilari keldimi? Ha, olchaligi bilan anorligi kelgan. Kakras mash blok manga ekan-a? Oshib ketmayaptimi? Ha, oshyapti. Hozir oshyapti. Jinoya. Xolibey. Sen kiraverma, o'zim qarayman bunga. Xo'p, mayli. Sobir aka, bu safar ko'proq narsa olaman-da. Olgan bo'lsang, yaxshi pulini to'lab qo'y. Jinoya. Nima kenay? Aytmoqchimisan? Hammasini bilaman, aytib berdilar. Sen oldingi olganlaringni ham hisoblab qo'yganman. Bitta qilib to'lab chiqib ket. Ha? Oxiri yordim, ha? Do'konni yoping. Nimaga? Endi men sizni yoraman. Fu, nima sasiyapti Jasur? Bilmadim, men kecha yangi atir oldim. O'shani sepib yuribman. Nech pulga olding? 7,5 mingga, 100 milligramligidan. Undan ko'ra kirsa olmabsan-da, bundan hidi yaxshiroq edi. Nimaga? Normalku. Hidlab ko'r. Bu yaqinlashma. Ko'zlashtirib olyapti buni sassiqi. Zato arzonga oldim. Tabiatni masalasini hal qilaylik. Kakras naryoqda 5 mingdan lavash beryapti. Ushga boramiz. 5 mingga qanaqa lavash u? Xamirni ham bermaydi-yu 5 mingga. Zato arzonu, mazza qilib yeymiz. Ishlasa qilmaydi. Qo'ygan tinchlikdan so'rab ichganim yaxshi. Qimmat bo'lsa ham shashlik yeyman. O'zingizlar bilasizlar, masalan, bir o'zim 5 tasini qoqib kelaman hozir. Senga aytdi Jasur, biz bilan ishonchliroq sho'rva ichgin deb. Ha, mana buni chu. Nech pul ekan? 98 ming. Nima? Arzonroq yo'q ekanmi? Bor ekan, 5 ming so'mlik lavash bor ekan, bo'ladimi? Eslatmam, so'ram hozir. Qala, yangi futbolka oldim 11500 so'mga. Yarashibdimi? Bu yangimi? Musulkadan topib olding debmi? Yirtiq naskilarni ulab innovatsion futbolga qilishibdi-da. Zato arzonga oldim. Mana bu senga qimmat futbolkadan uzoqqa chidaydi. Ha, mayli ko'ramiz. Uch kishlashib kelyapsizlarmi? Yubka bo'lib ketdi-yu bu. Ha, bir marta yurgan shundan cho'zib ketdi. Ha, menga berib turmaysanmi oshni? Nimaga? Uyga pollatda kerak edi. Zato arzonu, yana bitta olaman. Sen ham nashsat o'g'irmading-da, Jasur. Ammo men buni oldim 1700 so'mga, arzon ekan. Ishqilib tinchlik bo'lsin-da Jasur. Hech narsa qilmaydi, zato arzonu. Oshqozon bilan tomoq pishdimi deyman-da. Anoni siroq o'tgan ekan. Senga 1000 marta aytdik. Arzoniga uchmagin, qimmatroq bo'lsa ham ishonchli narsa olgin deb. To'g'ri aytgan ekansan-la. Aqlim kirdi endi. Bo'pti, obedga nima yeymiz? U konkret daryoda 1000 so'mga go'sht somsa beradi. Ikki bo'lamiz. Qaysi banzani gaplashaylik? Farqi yo'q, arzon bo'lsa bo'ldi. Bolalar kecha men telefon qilmaysizlarmi? Yo'q, men qilmadim. Nimaga? 16 Pro Max oldim-da, yangi desert rangidan 512 talik. Narxi ham qimmatlab ketdi, 1,5 mingga chiqib ketdi. Biroz so'radim senda. Ya endi mabodo telefon qilsanglar tanimay qolsam, xafa bo'lmanglar demoqchi edim-da. Hali kontaktlarni ko'chirib olmaganman-da. Endi sizlar qatdan tushunaringlar, sizlarda iPhone yo'q-ku. O'rtoq, sen bilan gaplasha olmayman, rolda edim-da. Sen yangi mashina olganmi? Eshitlaring yo'q, Centra 2022 hali probegi ham toza, yo'rilmagan avtomat korobkasini oldim-ku. O'zing telefon qilyapsan menga. Shu roldaligini aytib qo'ymoqchi edim-da. Chota oldingda g'alati shovqinlar eshitilib, avtobusdamisan deyman-a? Bo'pti, men konsertni yoqishim kerak, gaplashamiz-da. Sog'masayman shu. Chiroyli yuz ekan-a? Sen o'rtoq, mana bu lyustraga qaragin, kecha zalga qo'ydirganmiz. 30 million turar ekan. Vashcha moshina yonadi, kolonkalari ham bor. 3 xil rejimda yonar ekan. Yaxshi. Nima aloqasi bor hozir? Nima ko'rsatyapsan? Nima bu zo'r deganga, bizdan bundan zo'rda. Sizlar uylarda ruslar yo'qmi? Ha, xo'p. Javob tuman kuni yakshanba kuni reja qilmagan. Chunki biz o'sha kun dachaga ketyapmiz-da oilaviy. 1,5 ming dollarga dacha gaplashdik. Ko'rsak hamma sharoiti bor. Baram, men qishda tug'ilganman-ku. Hey, nechtacha aytib qo'yaman-da. Bu dacha vashcha lyuks ekanda. Siz bormagansiz-ku dachalar.
voy. Ehtiyot bo'lib tursinlar bo'lmasa ko'chaga chiqmasdan. Hop. Dadam ozgina mazalari yo'q ekan. Sanatoriya gaplashib beraman deyapman shunga. Tuzalib ketsinlar. Bu как раз mani ham dadam kecha rahbar bo'lganlar. Hozir qo'lida bir 200 tacha ish ishlaydi. Glani rahbar bo'ldilar. Oyligi ham hozir 200 millionga yaqin qoldi dadamlar. Jasur, dadam mazasi yo'q deyapti. Yo, bilib turman. Prosta dadam deganga men ham dadam aytdim-da. Endi butun kompaniya dadamga qaraydi. O'rtoq, biz uyga tashlab qo'y. Va gazim kamitdi. Keyin boshqa joyga ketaman-da o'rtoq. Jasur, bu mani uyimgacha tashlab qo'ya olmaysizmi? Tashlab qo'yaman, o'tiring, как раз o'sha tomon ketyapman. Rahmat, biram jentelmensiz. Gazi yo'q deysan. Gaz qo'ya olaman, problema emas-u. Gaplashamiz. Shotim o'chib qolibdi-yu. Jasur, kartangda 50 ming bo'lsa shotimga tashab turgan. Kartamdan lekin umuman pul qolmagan jo'ra. Jasur aka, shotim o'chib qolib 100 ming paynet qo'yavering. Bo'ldi, tashlab yuboraman. O'sha nomerdamisan? Tushdi. Bor ekan iflos. Hayni ko'rding, bunga tashlab yubordim. Boshqa yo'q. Ma'murni so'radim-ku. Jasur, agar puling bo'lsa menga abitga qo'shib tur. To'g'risini aytsam, faqat o'zimga yetadi-da. Ortiqcha pulim yo'q. Bola, bit qilamizmi? Da, qilamiz. Ikkalangga nima olib beray? Nima berasiz? Ichkaridan tanlab olamiz. Ketdi. Rahmat, Jasur. Zo'r bolasiz, Jasur aka. Ha, bemalol hosh bo'lsin. Salman aytmisan o'zingga? Ha, pulim yo'q deding-a? Jasur, yoningda 300 ming so'm chiqmaydimi? Yonimda o'tgan joy bor edi. Ertaroq so'ramabsan-da. Beradigan joylarga berib yubordim. Mayli, amallarmi? Mayli. Jasur, bu yoningizda turizor chiqmaydimi? Ayyo, $400 chiqmaydi. Lekin $500 chiqadi. Biram hazilkashsiz. Mana, Rahmat, rosa saxiysizda. yana kerak bo'lsa ayting. Voy, to'g'ri aytibsizlar, bolalar tashib $500 berib yubordi. Yo'q. Mana sana do'li. Bu qizlarni sigiridan mashina qilib pul olmasang, boshqachasiga pul chiqmaydi.